Assalomu alaykum. Amirjon kanalining ashaddiy muxlislari hamda bog'bon ishqibozlari. Aka-ukalar, bugun 2025-yil 5-may. Bir uzum to'g'risida bir ozgina video qo'ygim keldi. Kimgadir foydamiz tegib qolar degan umiddaman. Aka-ukalar, mana uzumlarimiz rosa changlab meva tugish jarayoniga keldi. Yani kimdir bilar, kimdir bilmar bu ma'lumotlarni. Bilmaganlarga ozgina bir video qo'ygim keldi. Mana aka-ukalar, uzumlarimiz rosa changlab o'sha meva tugish jarayoniga keldi. Ko'pchilik mana shunaqa bir meva tugayotgan paytda suv qo'yib qo'yadi. Keyin buni shoxlari o'sib, rosa shox surayotgan paytida bunga hozir suv bersiz, shoxga kuchini berib yoradi, mevasi mana ular kichkina bo'lib qolib ketib qoladi. O'shaning uchun bunga hozir suv berish kerak emas. Iloji bo'lsa, buni xomitagini ham qilmay turgan ma'qulroq. Hali kuchli shamollar bo'ladi. Shu paytda shoxlar sinib ketish xavfi bo'ladi. Ko'ringlar. Bunga hozir suv bermagan ma'qul. Endi hammani yeri har xil. Kimdir yeri sal namlik ko'proq bo'ladi, kimdir yerida namlik yo'q bo'ladi. Endi meni maslahatim suv bermay turgan ma'qulroq bu uzumlarga. Xomitagi ham hali yaxshi olingan yo'q-da. Xomitagini ham olmay turgan ma'qul. Yana ko'pchilik suvni ochadi-da, bir kunlab, 2 kunlab sug'oradi. Biz yerlarda men suv qo'yaman, 1 soat yoki yarim soat oqadi. Shu bilan to'xtatamiz suvni. Mana uzumlar rosa changlayapti-da. Hozir bunga suv berib qo'ysangiz, shoxi o'sib ketib qoladi. Mevasi qolib ketadi. O'shaning uchun mana shu rosa changlab hozirgi holatda buni ichiga kirish ham kerak emas, suv ham berish kerak emas. O'zini holatiga qo'yib qo'ysa, doni mevasi jo'xoridek, makkadek bo'lgandan keyin suvni bersangiz bo'laveradi.